мәдәнияте. Assalamu alaykum azizlar. Qadrli ekran oldidagi teletomoshabin do'stlar. Allohning bizga bergan bu munavvar kunlariga muborak bo'lg'ay. Barchamizning huzurida bizning Qadam TV telekanali taqdim qilib o'tgan Uyg'ur madaniyati programmasi. Ushbu programmani loyihalashtirgan hamda riyosatchilik qiladigan qizinglar men Qalbnur Arif. Aziz xalqimga illiq shura qatlamlaridan o'tliq va mehr muhabbatlik salomlar yo'llayman. Qadimiy an'anaviy asr atiqlarimiz, dasturlarimizni aks ettirib saqlash va yosh avlodga o'rgatish bu bizning asosiy maqsadimizdir. Bu qitimqi Uyg'ur madaniyati programmasi Navruzbay nahiyasiga qarashliq Chapay jutida Uyg'ur milliy mashriviy faoliyati asosida yosh o'smirlarimizga mashrabni qurish va uni o'tkazish qoidalarini o'rgatish bo'yicha o'tkazildi. To'liqroq tövəndəki syujetimizdə görələysizlər. Mərhəmət. Uyg'ur madaniyati. Uyg'urlarda balangni cho'nqib maktabga bə bo'lmasa mashrabga bə deydigan xasiyatlik aqliyana ibora bor. Bu mazkur 2022 yılının Çilli ayının 4 yıldızi 4 iyul düşənbə günü Navruzbay nahiyasiga qarashliq Qarag'ayli jutida Uyg'ur milliy mashriviy faoliyati izchil taraqqiyot nishoni bilan yangicha uslubda varislik qilish mavzusidagi xalqaroliq ilmiy loyihasi doirasida yoshlarimizga mashrabni qurish va o'tkazish qoidalarini o'rgatish asosida uyushtirildi. Bu qitimqi yosh avlodlarimizni mashrabga tayyorlash faoliyati Olmut shahri Navruzbay nahiyasiga qarashliq Uyg'ur madaniyat markazining raisi Baxtiyor Islomovning o'rinlashtirishida Qarg'ali jutida 15-17 yoshlar orasidagi o'g'il bolalar bilan o'tkazildi. Assalomu alaykum. Ismoilov Baxtiyor Umarjon o'g'li, Navruzbay nahiyasining madaniyat markazining raisi. Bugungi kunda shu yaxshi paytlib bugun mashrabimiz yoshlarning boshlanib o'tadi. Yosh mashrabimiz qurilib o'tadi. Nimishki desanglar, bizning Qarag'ayli mahallimizda Uyg'ur maktabi yo'q. Shu mashrab orqali shu yoshlarimizni o'zimizning Uyg'ur tiliga, urf-odatiga, shu asablarimizga tanishtirish uchun bugungi mashrabni boshlayapmiz. Xudoyim bursa bugun shu mashrabda o'zimizning beklarimizni saylab yoshlarning orasidan Xudoyim bursa her ay başlaq yoshlarimiz yig'ilib davomlashtirdi shu mashrabni. Endi biz cho'nglar etidan yoshlarga yer-yerlak bo'lib bilmaydigan yerini deb yoshlar bilan mashrab o'ynab bo'lamiz degan yoshlarda yurimiz. Xudoyim bursa mashrabimiz yoshlari jutning ishlariga bo'lsin, Navruz maylimi bo'lsin, 1-may meyrim bo'lsin, bizning rayon o'zining Uyg'urlarni ko'rsatgan festivallar bo'lsin, shu yoshlar ashunga chiqib deb o'ylayman. Telefon tikishmaymiz deb hammasini shu tashabbukga qaraydi. Tashabbuklar o'ziga yozib olgan narsalar bor. Uni yozib oldi. Qo'lga silish. Sabqan mashrab bo'lganda darvozadan kirgandan keyin cho'gun qo'l solgan kichkinamiz bor, shuni qo'l elib, qo'lni yuvib, to'kib chiqamiz. Tushunarlika, qo'l yuvish. Shu bo'lish kerak. Suv quyganda qanday quymiz suvni? Kim biladi? Qo'l qanday suv olamiz? Mana sizlar turdinglar hozir. Sizlar qo'l suv oldi deydi. Qanday qilish kerak qo'l suv? Qaro. Su idishni Qattiq qarash. Su idish vaqtida 3 turdan Nimishki 3 bo'ldi suvni? Nimishki manda qilib quymaydi suvni? Nimishki 3 bo'lish kerak? Birinchidan hurmat ko'rsatamiz. Hurmatda, ikkinchidan
Suның өзінің құны бар. Мына су ағаннан кейін суны шақырып Wa aleyküm assalam. Ben Cumhuriyetlik Uygur Medeniyet Merkezi'nin yenideki Cumhuriyetlik Uygur Aksakala Kenişinin reisi Yar Mehmet Kabirov bulumen. Endi bir gün oldu. Nahiyelerde aylanıp жүрümüz. Asasen bugün bolsa Meşede 16-17 yaşlık ballarımızın birinci jığılıp meşrep uyuşturuşunun üstüde jalip kep oturumuz. Nahayetli xurşan buvatımız. Bugünkü gündeki bolsa Çapay mahallesinde Baxtiyar inimiz meşe jalip kıtken yaş ballarımızını jığıp meşrep kurup oturuptu. Bunun nahayetli xurşal buvatımız. Yani meşrep uzanla bilirsiler. Meşrep degen 30 oğul deydi, 30 oğulun içinde 20'den buluşun mümkün, 40'dan buluşun mümkün, bırak bir-birisini terbiyeleydi, bir-birisini dürüst yollağa başlaydı, bir-birisini yardım kıldı, bir-birisine aktif oldu, jut hizmet kıldı degandek işlerini ip mağdı. Şu birliğimiz için her bir mahallede şu yaşlarımızı mırtak meşrepler arkalık halkımızın beşini koşkan ayeti dürüst dep oylayman. Мәзкур фаалият Туран университети bilen London университетінің Şərqşünaslıq və Afrikani tədqiq qilish məktəbi bilen həmkarlıqda uyushtirildi. Layihənin asosiy məqsədi ictimai institutqa aylanğan 30 oğul məşriğini tədqiq qilishdən ibarətdir. Мәзкур layihənin yetakçisi London Üniversitetinin professori Rachel Harris, Қазақстан tərəfdən bolsa tarix fənlərinin doktori Ablat Kamalov. İlmi tədqiqat işlərində Brüssel Üniversitetinin tədqiqatçısı etno muzikashunos Muqaddas Micid, filologiya fənlərinin namzidi Rahmatjon Yusupov, tarix fənlərinin namzidi Zulfiya Karimova, Turan Dünyası Türkiye Xalqlar Mədaniyəti Fondunun rəisi Karlin Mahbirovla faal qatnashishi bilan o'tkazildi. Мәзкур мәшрәпкә үгүтүш фаалиятыга иштирак кылган Кудус Хоҗамияров намындагы Cumhuriyetlik, Akademiyalik Uyghur Dövlət Muzikалық Komediya Teatrı Nava ansamblyning solisti Alımcan Abdullayevning ijrosidagi Qeyrimaydu, Təlki tağları naqşlari yangrab, yaşlağı beg'ishlangan bu faoliyatni texmo canlandırgan idi. Məşrəp axırida bir jup usulluq naqshlar ijro qilinib, barcha cho'ng kichik məşrəpga tayyorlash, o'gitish faoliyatining qatnashuvchilari kelgan mehmonlar usulga tushgan edi. Meclisimiz mübarek olsun, usluk çalsa, usluk çıkıp, meyde uslu oynap, gönül götürüp, gülüyor. Hoyli işçi bolsa məşrəbə muvaffaq bezəlləngan ekan. Uyğur xalqının milli saz əsbabları ilanğan.
kitap jurnallar ko'rgazmasi qo'yilgan. Nozu ne'matlik dasturxon yeyilgan. Yoshlarni mashrabga tayyorlash, o'gitish faoliyati 3 qismdan iborat bo'lib, Navruzboy nahiyasining raisi Baxtiyor Ismoilov birinchi qismida oldi bilan mashrabni qanday qurish kerak, uning qoidalari, yoshlarimizga, ya'ni salomlashish, mashrabda o'ltirish, cho'nglarga izzat-ehtirom bildirish kabi urf-odatlarimiz bo'yicha keng doirada tushunchalar berib o'tdi. İkinci bölümdə yaş evlat vəkillərə məşrəb və onun qaydları boyunca keng dairədə tushunchalar berildi. Məşrəb başlanışdan ilgiri məşrəb başquruşqa jigit beşi, onun buyruqlarını orunlaşqa paşşabbək tayinlanıdığını, həm ularning vəzifələri haqqında toxtalıb ötdi. Şundaqla dava dastur, yəni qazibəkning roli, məşrəbdəki vəzifələri haqqında keng dairədə tushunchalar berildi. Üçüncü qism saz nəğmə qismi deb atılıb, məzkur bölümdə Çaykovskiy nomidagi Almatı Muzika kollejining o'qituvchisi Sabirjon Manashev rəhbərligidagi shu məzkur bilim dərgahida təhsil ko'rayotgan talantli Uyg'ur yoshlaridan qurilgan Milliy saz asboblar ansamblining ijrosidagi ko'rkam Tangri tog'lari, Qo'ylingda bahor nomli yiqimliq kuylar, naqsh sazlar bilan davomlashgan edi. Yoshlarni mashrabga tayyorlash faoliyatining tarbiyalik ahamiyati nihoyatda cho'ng bo'ldi. Xulaslab so'zga chiqqan mehmonlar Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazi yenidagi Oqsoqollar kengashining raisi Yarmuhammad Kebirov, ziyoli ahli, jut mo'tivarlari ham mazkur loyihaning yetakchilari, tarix fanlarining doktori Ablat Kamolov, London universitetining professori Rachel Harris, Turan Dunyosi Turkiy xalqlar madaniyati fondining raisi Karlin Mahbirovlar, Navruzboy nahiyasining Uyg'ur madaniyat markazining raisi Baxtiyor Islomov, jut jigit bishi Ma'rufjon Seyitov, jut turg'uni Baxtiyor Sodiqovlar o'zlarining samimiy fikrlarini bildirishdi. Assalamu alaikum. Ben Sitif Ma'rufjon Qadiroğlu. Musho mikrorayon Qarag'ayli Navruzboy avdining burunqi Chapaymanning jigit bishi. Jutimiz aman. Bugungi yig'ilgan sababimiz endi mana yoshlarning bugun ichilayotgan mashrabi, yoshlarga insofliq bolalar. Bizning yoshlarımızın atalarga rahmet, yoshlarga rahmet. Her bir to'y to'kimlarda, nazr chiroqlarda bizning yoshlar ishadin qamaydi. To'y to'kimlarga kelib, nazr chiroqqa kelib, xizmat qildi. Biz kichik vaqtda bizni cho'nglar o'rgatgan. Biz endi yoshlarni o'rgatyapmiz. Yoshlarimiz yaxshi ishani qilishmaydi. Erdem bizge yardım kıldı, bizni tınşaydı. Endi mana bugün meşrepni bugün içip, jığılışıp bir badetini düşendirip bir vatıdılarga. Biz endi hoş olmuş yaşlarga. Erdem yaxşı, şu Drujbada 53. gimnaziya Uyg'ur gimnaziya başladı okuydu. Ballarımız. Şunun deymen, balaga ak yol çıkıp atanları aman bulsun. Jutimiz aman bo'lsin. Başlaq mashrab o'ynab, kulib, chaqchaqib, yoshlar asaq yuryapmiz.
Мәзкур фаалiyat ахырында яш оғланларымызның бешіға допла кигізіп, сертификатла тапшырылды. Yeni құрылған Yaşlar Məşribining ishlariga utuqlar tilidi. Мәзкур фаалiyat Qarğalı jutuning turg'uni Baxtiyor aka Sadiqovlar hovlisida o'rinlashtirilib, oila a'zolarining mehmondorchilik xislatlariga, nozu-ne'matlik dasturxoniga oliy ehtiromlar bildirib, duolar o'qildi. Hürmetlik Nimalla, bunu sana akalanırsak gibi oldu. Bugünkü meşrefimiz kurulaktı, yaşlardan meşrefi. Böyle bursa bugün biz şu meşrefinin kayıtlarını tertip birinchiden, ikkinchidan shu mashrabning o'zining vaqti bo'lingan, shu vaqt bo'lib ishlab, shu qanday o'zlari hozir buni bolalarimiz sinfda o'tasa, qanday darsda o'tasa, shunaqda mashrabda shu tartiblik bo'lib, yaqilib ko'ynak do'pa, shu mashrabning qoidasi bo'yicha mashrabga kelish kerak. Bizning urf odatimiz bo'lsin, san'atimiz biz shu asablarni Uyg'urning qancha turli asablari bor. Bizning yosh bolalarimiz buni bilib ketmaydi. Shu mashrab alg'i Xudoyim bo'lsa, asablarini ko'rib, o'rganmaydigan bolalarni o'rganib, Xudoyim bo'lsa, ustozlarni chaqirib mashinalarga o'rganadi deb o'ylaymiz. Uyg'ur madaniyati